Bella Vistal'ning kalendari sizlarga ham kecha magazinda ko'rib, qiziqib qolib sotib olgandim. Men to'g'risini aytsam, ichidan kosmetikadan bog' chiqadi deb o'ylagandim, lekin men kutgan narsalar chiqmadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima chiqqanini ko'rasiz. Buni qaranglar, qanaqa joyli. Ichida 24 ta ekan. Ichidan qo'l, oyoq va tana uchun uxodvini borlar chiqdi. Bittasi har xil gel dushga o'xshagan narsalar ham chiqdi. Xullas, men kutgan narsa chiqmasa ham menga yoqadigan va juda ham kerakli narsalar chiqdi. Narxini atigi 80 mingga oldim. Endi sizlar kommentga yozib ketinglar, shuncha narsa arziydimi 80 mingga?